Barchaga assalomu alaykum. Hammaga xayrli kunlar. Azizlarim, Xudo xolasa juma kundagi videolarimizni davom ettiryapman. Akalar, ajoyib qiziqarli zo'r mavzu chiqib qoldi. Sizlarga shularni to'liq yoritib beraman. 4 dona dehqon xonadonidan sotiladigan tayyor boqma, ya'ni qassobga tayyor deyveraylik. Qassobga tayyor buqalarimiz bor ekan. Shularni sizlarga to'liq chiroyli zo'r yoritib beraman. Akalar, 4 dona. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa qishlog'idaman. Ya'ni o'zimni mahallamdaman. 2025-yil hafta kuniga juma ayyomlar hammaga muborak bo'lsin deymiz. Xo'p, 12-dekabr kuni turibmiz. Akalar, qiziqarli narsalar. 4 dona. Buni voqeasi shunaqaki, Buloqboshlik Mansur degan do'stimiz bor, Mansurbek. Qirg'izistondan buqalarni olib sotadi, olib kelib sotadi. Shu do'stimizdan 9 oy bo'ldi, xudo xolasa. 9 oy oldin shu ukamizga o'zim o'rtada turib borib, shu 5 ta olib kelganmiz, bittasini sotdik-a. Bittasi sotildi, 5 dona olib keldik akalar. 9 oy oldin. Mana mashalloh deb yozib qo'yasizlar. Alloh bir natija berib, zo'r katta bo'libdi. Sotadigan vaqti kelibdi. Mana akalar, haqiqiy to'rig'i ham Qirg'izistonda shved buqalari. Bitalab yoritamiz akalar, narxlarni ham aytamiz. Qassob akalarimizga qiziqarli bo'lsa, xudo xolasa, kelaverasizlar. Hammasi sog'lom, yeb ichishi hamma tomonlama zo'r deyapti. Xo'p, bitta yoritishni boshladim. 4 dona alohida yoritishni boshladim akalar. Mana uni birinchisi deyman endi. Xo'p, bo'ylari qanaqa desalaring, 120 akalar. 120. Ke. Jonivor kechi. Ey. Yoniga o'tib olay. Buni birinchisi deyman akalar, mana. Xo'sh. Sekin yoritaman. Shumolinichi menga bitta siljitib bergan o'rnidan. Bitta ko'rsataman-da akalar. To'liq video qilib beraman 5 tomondan. Ke. Qani? Ke jonivor. Hoppa, mana mash kerak. Mana akalar. Ke. Qochib turib. Hammasi sog'lom, yeb ichishi zo'r-a? O'ynab turibdi akalar, mana yeb ichishi zo'r, soppa sog'lom deyapti mana. Holatlari. Birinchisi. Ke jonivor, ke. Biror nima tashlaysanmi? Tashachi. Mana tepalardan ham yoritaydi. Baxshga tayyor akalar. Ke, tek tur. Orqasidan ko'rsatay. Mana. Birinchisini to'liq yorityapman akalar, 5 tomondan. Bu tepalar ekan. Hoppa. Ko'ringlarchi? Mana akalar. Bu birinchisi edi akalar. Xo'p, navbat ikkinchisiga to'liq yoritaman ikkinchisini. Bu ikkinchisi. Qani? Ke jonivor. Bu ikkinchisi. Xo'p, qassob akalar, ziyraklik bilan kuzatyapsizlar videolarimni. Bir chamalanglarchi, necha kilodan chiqarkin, ha? Tirik vaznini aytyapman. Tirik vazn necha kilo chiqarkin, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, munchadan deb. Birinchisi muncha, ikkinchisi muncha, uchinchisi muncha, to'rtinchisi muncha deb bir yozib ketinglarchi. Mana bu ikkinchisi. 9 oy baqildi, Ma'murjon. Alloh rozi bo'lsin. Havas qildim o'zim ham. Aha. Mana kim havas qilyapti turgan bo'lsa, videoni ko'ryapti turgan akalar. Uylaringda shunaqalarda 50 ta 100 tadan bo'lsin, o'zim ham havas qildim. Like bosib turasiz akalar. Bu ikkinchisi mana. Voh, ekranga sig'mayapti. Bu ikkinchisi. Navbat uchinchisiga akalar. Uchinchisini yoritishni boshladim mana. Qirg'izistonda buqalar akalar. O'zim chiqargan videodan borib ko'rib, billa borib olib kelganmiz. 5 dona olganmiz, bittasi sotilgan. 4 tasi shu yerda mana akalar. Eng qizig'i dehqon, xudo xolasa kelishib olasizlar. Kelishtirib chiroyli qilib beradi. Bir maqsad qo'yib oldiga baqqan, xudo xolasa qurilish qilamiz, xudo xolasa. Tomini yopamizmi? Mana tomga navbat kelibdi akalar. Tomini yopamiz ekan. Mana. Xo'p, bu ikkinchisi. Ikkinchisini ham to'liq yorityapman. Hop, tepalardan.
Yaxshi. Turaversin. Turaversin. Mana akalar, shved buqalarni chiqaryapman. Endiroqda ham Abduqodirdan video qildim. Pastga tushib ko'rsalar, o'sha videolar turibdi. Qirg'izistonning shved buqalari. Qaysini? Ha, bu ikkovimi? Endi kayfiyatiga qaraydi. Xohlasa so'yib olsin, ha? Kayfiyatlaringga qaraydi. Ha? Go'sht bayrami katta bu. Mana bu ikkinchisi, uchinchisi, bu to'rtinchisiga navbat keldi akalar. Uchinchisini yoritdim. To'rtinchisi do'stlar, mana orqalaridan ham ko'rsataman va tepalarini ham ko'rsatamiz endi. Jonivor, tek tur. Obunachilar, buqalarni dehqonlardan yorityapman. Sotilgan yoki sotilmaganligini qayerdan bilamiz desalaring, dehqondan buqa sotiladi, buqalar sotiladi deb bu tag lavhaga yozyapman-da. Agar sotilib ketgan bo'lsa, baraka bo'ldi deb turib ikkita qo'lni bir-birini ushlab turgan shtekерni qo'yib qo'yaman. Aniq sotilgan bo'lsa, shu barakani qo'yib qo'yaman. Qo'ng'iroq qilmay qo'yaverasizlar. Agar sotilmagan bo'lsa, dehqondan buqalar sotiladi deb yozib qo'yganman. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Pastda raqamni qoldiraman. Xo'p. 6,5 daqiqalik video qilibman. Narxlarni yoritaveramiz endi, ha? Narxlarni yoritaveramiz. Xo'p, kattasidan boshlaymiz. Yana bir marta takrorlab aytaman. Dehqon narxni aytaveradi, sizlar kelib savdolashib olaverasizlar. Qassobga tayyor buqalar. Ma'murjon, birinchisini aytaver. Shu birinchisi. Narxini. Kelishtirib ayt. Ben baxtli mana mehnat qilding, Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik 9 oy baxsham oson emas. Xayri bor. Ha, 34 million so'm birinchisini xayri bor, ha? Hop, keyingisi. 35 aka xayri beraman. Bu Angusga gibrid. Zo'r ketyapti. Bu 35 million xayri bor. Ha, ikkinchisi. Hop. Uchinchisi. 32 million so'm xayri bor buni, bo'ldi. Xo'p. To'rtinchisi. 34 xayri bor. Nargilar bilan bir xil, bo'ldi. Xo'p, 35 birinchisi xayri bor, ikkinchisi 34 xayri bor, 35 xayri bor, 32 xayri bor. To'rtinchisi 34 xayri bor. Endi hammasini qo'shib kalkulyator qilib olaverasizlar akalar. Aytilgan narxlar, men takror bu gapni ko'p aytaman. Dehqon aytaveradi-da. Muncha deyaveradi, lekin nihoyatda to'g'ri ham o'zim ham havas qildim. Qiziqarli narsalar ekan, zerikarli emas. Mana. Xudo xolasa, shu 20 tacha mol chiqargan yerdan 5 tani saralab tanlab olganmiz shu paytda ham, ha? Bari gulini olib ketib qolyapsan degan. Saralab tanlab olganmiz, shu Mansurdan oldik. Ulovoshlik mana. Ma'murjon endi hammani qo'lida telefoni, kalkulyator turib hisob-kitob qildi aytilgan narxlarni. Xo'p, qo'yg'i suyug'ini bersang, nech puldan berasan? Aka to'ralasiga bir kishi oladi-da. 30,5 dan bersang ko'tarasiga xayrini qilib beraman. Xayrini qilib berasanmi? Akalar hammasini olganga akalar 33 million 500 ming so'mdan yana xayri kam bilan qilib berasan-a? Obunachilarga. Bo'ldi akalar mana. Xo'p, ko'tarasini kim oladigan bo'lsa, akalarim 33 million 500 ming xayri bor, kami bor ekan. To'liq yoritdim, xudo xolasa, pastda dehqon raqamini qoldiryapman. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Shunaqangi zo'r videolarni muntazam qo'yib boryapman. Yevropadan, Rossiyadan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan mahalliy buqalar va dehqonlardan videolar yoritib boryapman akalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Like bosmaganlar like bosib ketasizlar akalar. Doim Javlonbek sizlar uchun xizmatda. Rahmat, hammaga sog' bo'ling. Senga rahmat. Alloh rozi bo'lsin.